Xuşalliq yer bo'lgan bir haftami o'tib ketdi. Altın Nur tarbiyalash markazidagi 5 sinf kursantlar G'arbiy diyor millatlar institutiga yo'tkilib ketishdi. Baxtiyorning taqozolik tashnaligini qondirib, ma'qul javob bergan Oli Nurning amdili boshlangan o'qishi to'xtab qoldi. U kash kursdan qaytib 3-kuni kashda singlisiga gazetdagi kichik bir hikoyani o'qib beryotdi. Ümid Hasidarlıq çeklik şirketida birga ishlaydigan do'sti Fatima kirib keldi. Uning o'g'il bolalardek yastib olgan, kirpidek tik sochlari, qora qumchoq, badam yuziga yarashgan edi. Biroq u ichida zodiri gap yetmaydigan, biror gap anglagan hamon boshqalarga deyishga oldiradigan mijozi bor edi. "Ali Nur, bir xush xabar bor. Qara." Fatima qo'y ko'zlarini o'ynatdi. "Atoqliq sanatkor Abdusalom Hoshimov Baldurni dam olishga chiqib Bejonda bir restoran ochibdi. U axloqi yaxshi, senga o'xshash chiroyli, kelishgan qizlardan o'rin olmoqchi ekan. Men o'zim tizimni qo'yib keldim. Qanday? Sen boramsan?" "Qayerdan ishlasak o'xshash?" dedi Ali Nur. "Raydinkamni xop qilg'im yo'q. Nega o'xshash bo'lsin? Bu yerda oyda 300 so'm olasan. Yaxshi ishlab vazifani oshira olsang, 50 so'm mukofoti bor degina." Fatima do'stini qiziqtirmoqda edi. "Abdusalom kamning deyishcha, u yerda oyda 700 so'm beradigan, lekin mukofot uning sirtida." "Rasman?" Ali Nur qiziqib qoldi. "Nereden anladın?" "Abdusalom kamning o'z og'zidan bu gapni degan yerda Raydin kammi bor?" "Hey Sarang, Raydin kamning oldida ashundoq yuzsizlik qildingmi?" "Nima Raydin kam o'zi chaqirdi. Chunki u Abdusalom kam bilan yaqin o'tkashga yaxshi ishonchli qizlarimdan biri deb va'da qilgan ekan." "Mundoq gap degina?" Ali Nur tengirqab qoldi. "Oliy maktablarda o'qiyman deb xomtamad yuribsan. Bir yil ishlasang mukofotlari bilan 10 ming so'mdek pulga ega bo'lmasa qopoqvosh." Fatimaning gaplari yo'lliq ekanligini his qilgan Ali Nur atsi fazilat doktorining maslahatini elib Raydin bilan ko'rishdi. Bosh direktor ishxonada uyoq bu yoqqa mang'ach asta so'zladi. "Aslida sizni bergim yo'q edi", dedi Raydin raskipini qilib. "Bo'pti. Sizning o'qish orzuyingiz kuchli. Buningga iqtisod ketadi. Texi singlimizmi bor? Barsangiz bering. Shahar ko'rsiz, ko'zingiz ochilib, nazar doirangiz kengaydi. Xuddi biror oliy maktabni puturgandek bo'lib qolasiz. Pul ximir masalasida siz tarbiyalagan shogirdlarmi yetishib qoldi." "Rahmat Raydinka. Men umidsiz ko'chalarda qolganimda beshimni silg'an edingiz. Ilmi, himmat qo'lingizni sunyapsiz." "Ha, singlingizni qanday qilasiz?" "Fazilat appay qizim Dilmehraga hamroh bo'lib mushu uyda tursin. Bir mashinchi do'stim bor, shuning shogirdlik tutib berman deydi. Men mo har oyda turmush pul avatib turaman." "Obdan bo'pti. Har holda xotirjam bo'pmang." Raydin bir oz to'xtab oldi. "Abdusalom qizlardan anglaganmi nima sizni talashgan edi. Lekin men unutmagan. Shunga uningga telefon berib bersamda kupoya. Izlab avar bo'lmang." Ali Nur bozordan ko'ktat, go'sht elib yatg'i qaytib keldi. U yangirini turib xemir yo'g'irdi. Elipani qiziqib o'qiyotgan Munira ko'ktatlarni adolab to'g'radi. Hashpash degicha tushlik langmanmi tayyor bo'ldi. Ular tomoqlarini yeb bo'lib turishi baxtiyor yotoqqa kirib keldi. Ali Nur uning langman selib bermoqchi bo'lib edi, u yilili tomoq yeganligini aytib unimadi. O'zini oldirab turadi. Ali Nur Bejonga berib biror yil ishlaydiganligini deyishi Baxtiyor lappida qarab xafa bo'lgandek jimib qoldi. "Mencha bormisiniz?" dedi Baxtiyor ansirash talaffuzda. "Hozir odamlar eski bo'lib ketdi. Qandoq yomon ishlar yuz berdi demakdas." "Xotirjam bo'ling.
Bizga ega bo'ladigan odam hammaga tanishib ataqliq san'atkor. U sizdan sirgan ishlarning yuz bermaslik uchun axloqli qizlarni tanladi. Haftada bir kun dam oladi ekanmiz. Shundaqdimi bozorga o'pchi chiqishimizga bo'ladi ekan. Yolg'iz chiqishga ruxsat qilmaydi ekan. Radio televizorlarda sentabrda o'qish boshlandi deb e'lon qilyapti. Hozirdan boshlab odamlar telefon orqali biz bilan aloqa qilyotdi, dedi Baxtiyor jiddiy talaffuzda. Siz o'qimoqchi emasmidingiz? Shuning uchun Beyjingga ishlashga boray deyman. O'qish uchun pul bo'lmasa men qanday qilaman? Nimalarni da'vatsiz? Men bo'lgandan keyin bo'lmadimi? Sizning pulingiz bilan o'qigandan ko'ra o'qimaganim yaxshi. Siz mening mijozimni bilasiz. Undaq boshqalarga yo'llanib oladigan ishlarni yoqtirmayman. Dars boshlashga ulgurib kela olamsiz? Men avgustda kelib singlimni Nurtay hojimning maktabiga olib berishni o'ylayapman. Baxtiyor Oliy Nurga ishonsimi, jamiyatga ishonmaydi. Uning ustiga restoranda ishlashni aslo yoqtirmaydi. Ichkariga akatgan axloqliq, tarbiya ko'rgan qizlarni chirib ketgan lo'banlar har xil amallar bilan qarmoqqa ilindirib, ularni kirib chiqolmaydigan xalta ko'chalarda arzimas latolarga aylantirib atgan edi. Bunda rezilliklarni kino, televiziya, gazet jurnallarda davomli e'lon qilib tursimi, yanala davomlashib kelmoqda edi. Shunga Baxtiyor qizlarni akatmoqchi bo'lgan ataqli san'atkor bilan yuz turani so'zlashmoqchi bo'ldi. Bo'ldi. Men heliqi ataqli odam bilan ko'rishib, ondan bir qarorga kelay, dedi Baxtiyor Oliy Nurga. Anglavatqaninglar beli qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Beyjing Tian'anmenning Qaynan bozoriga joylashgan G'arbiy diyor Abdusalom Ashimov restorani garchi boshqa mehmonsaroy, katta shirkat binolaridek hayvatli qad ko'tarib turmasimi, o'zining milliy me'morchilik san'ati bilan zinnatlanganligi uchunmikin o'zgacha ko'zgacha qatdi. Shundaqla G'arbiy diyor taomlarining xosiyati bo'lsa kerak. Beyjingning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarla emas, Xanzu va boshqa osonliq millatlarmo top-top bo'lib kelib, tamoq yeyishdan sirt, to'y ma'riga, tug'ilgan kun, o'zitish ham kutib olish choylarini mush yerda o'tkazib, Uyg'urlarning soz, naqsh usullarini ko'rib huzurlanadi. Hatto cho'ng shirkat, damliq korxonalarning xo'jayinlari atarman, chaparmanlarini boshlab kelib, maxsus Uyg'ur san'atini ko'rish uchun bir nechta qimmatbaho jozlarni zakaz qiladi. Shinjongdan martdan boshlari kelgan qizlar may oylarini uzitib qo'ydi. Ularning xizmati tamoq to'shish, jo'zi yig'ishtirish, ishchimlik quyib berish ham restoranning tozaligidan iborat edi. Restoran tuzum bo'yicha ismini almashib dam oladi. Bozorlarga 2-3 qiz birlikda chiqib savdolarni qilib qaytib kelishadi. Oliy Nur Beyjingga kelgandan keyin bo'sh vaqt topsalar ingliz tili o'rganadi. Ishdan tushib yostiqqa bosh qo'yib bir chaqqicha Baxtiyor sovg'a qilgan yanchiq unolg'isidan jumlalarning aytilishi, talaffuz qilinishini anglab yotadi. Tian'anmen Johnson bog'chisi, hayvonot bog'chisi, o'simlik bog'chalariga do'stlar bilan o'yini qilib borgandimi, unolg'isini elib olishni unutmaydi. Oliy Nurning Beyjingga kelgandan keyingi ta'sirotlar mo'l edi. Ziyolilar, ishchi xizmatchilar, o'quvchilar, oddiy avomgacha hammasilar oldirashdek ko'rinadi. Ular bilim egilash, izdanish, bayashat turmushga intilish, jamiyatni o'zgartirish yo'lida kurash qiladi. Kollektiv o'rinlardan ta shaxsiy munosabatlargacha quruq parang, bekorchilikdan g'ayvat qilish, cheqinchilik, abgorliklardan asarmi ko'rinmaydi. Har qanday dod muomalada iqtisodiy unum o'lcham qilinadi. Oliy Nur Beyjingga kelibla Markaziy Millatlar institutida o'qiydigan bir qiz bilan tanishib qolgan edi. Orliqdagi bir dam olish kunida uning yotqida qo'nib qolib, ko'ngli suyungidek mundashdi.
Bir kuni u qiz No'ruz bayramini tabriklash yuzasidan maktabda o'tkazilmoqchi bo'lgan ko'ngil echish yig'inining biletini akilib berdi. Ali Nur Markaziy Millatlar institutida dag'dug'liq o'tkazilgan bu faoliyatga qatnashib, nurg'un studentlar bilan tanishdi ham ular bilan qizg'in suhbatlarda bo'ldi. Bu ilmiy suhbatlar Ali Nurning nazar doirasini yuksaklikka ko'tarib, o'qish orzusini texnik kuchaytirdi. Studentlarning o'qish bitirgandan keyin ona yurti Shinjongni zamonaviylashgan, davr eqimi, zamon raqobatining oldingi qatorida turadigan yep-yangi bir Shinjong qurish haqidagi orzu istaklari Ali Nurni hayajonlantirdi. Faoliyat oxirida Shinjongdan kelgan dangliq kino aktyorlari o'zi rol olgan kino voqealiklaridan ariya o'rindadi. Ba'zi san'at cho'lponlari o'z mahoratlarini ko'rsatishi, Markaziy Millatlar institutida elib berilgan ko'ngil echish, naqsh usul, deklamatsiya, nutq so'zlash qatorliq faoliyatlar bilan dag'dug'liq bo'ldi. Ali Nur Markaziy Millatlar institutida bilim olayotgan Uyg'ur o'g'il qizlardan shuni his qildiki, ular o'zlarini unutgan holda o'rganadi. O'zaro raqobatlashish, izdinish elib boradi. Hatto kechallarimi institut beg'ining ichidagi yo'l bo'ylaridagi bino atrofidagi chiroq ostilari o'quvchilarning kitob ko'rish, yezish, o'rganish maydoniga aylanadi. Ular jamiyatdagi o'yin tomosha, kino, teatr, tansi restoranlardan mustasno edi. Ularning zamondan olgan savqi shu ediki, bilimdan iborat sehrlik oshqishni qo'lga kirgizmay, millatni dunyoga to'nitqili bo'lmaydi. Qisqasi, ma'arifni nazar doirasidan chetda qoldirgan har qanday millatning bu raqobatlik davrida boshqalarning bo'za qilishiga, toponlar ostida yanchilib tugishiga ko'zi yetgan edi. Ammo o'quvchilar orasidami o'zining nima uchun, kim uchun o'qiyotganligini tushunmaydigan, hurun, loy g'azal, aysh ishrat, kayib sapoga berilgan tayyor toplarmi yo'q emas edi. Ular ota-onasining qon ta'ridan kelgan pullarni, moda kiyimlarni kiyishga, o'yin tomoshaga ishlatdi. Parpur yasinib, restoran tanzixonlarda nas-alas yurishadi. Hatto ba'zilari yomon yo'llarga kirib ketgan edi. Ular Beijingga kelib o'qishning o'zi o'ynab yoyrib olishning bir qatimliq yaxshi fursati deb tushunadi. Ali Nurning Beijingga borgandan keyin kash kurslarida o'qiyman degan orzusiga sharoit yarab bermadi. Restorandagi mehmonlar tarqimog'icha ishdan tushguni bo'lmaydi. Ba'zi xaridorlar bor ediki, tunashga kelgandek g'oriqini ichib, tugimas parang talash tartishlarni qilishib, xuddi chaplab qo'ygandek o'ltirishadi. Shunga Ali Nur kitobxonlardan tegishli kitob materiallarini setib olib, o'zligidan o'rganmoqda edi. Pat-patla Baxtiyordan telefon keladi. Ali Nur o'zining qandoq turayotganligini, izchil o'rganayotganligi, ish tuzumi qatorliqlarini so'zlab doklad beradi. Ham Baxtiyordan singlisini yo'qlab turgan turmaganligini so'raydi. Ba'zida bek past ovozda Baxtiyorni bek seg'inganligini da'volatdi. Mana, iyun oyimi chiqib ketay dedi. Avgust oyini taqatsiz kutayotgan Ali Nur bir qatimliq dam ilishida dadasining Wang Fujindagi kavobxonasini izlab topdi. U kavobxonaga kirgan bo'lsa-mu, ammo bolalarga o'zining Anzarning qizi ekanligini demadi. Ham yegan kavobning pulini berib chiqqandila bolalarga Anzar kep qolsa, qizingiz kelib ketdi, u Beijingda ekan deb qo'yinglar, deb ketib qoldi. Kavobchi bolalar uningdan pul olganligidan xijil bo'ldi-mu, orqadan varqirashib ketishdi. Kunlar xuddi pastga yumulangan g'oltekdek bir-birini qo'g'lashib shuncha tez o'tmoqda. Restorandagi tugmas ishlarga band bo'lgan Ali Nur kun haftalarni sanab, iyul oylarimi oxirlashib qoldi. U iyul oylik maoshi ham mukofot pulni elibla Abdusalomdan 20 kunlik ruxsat so'radi.
Singlisinin yot kishilar qo'lida qolganligidan xabar bo'lgan xo'jayinmi uning talabiga qo'shildi. Ali Nurning bunda qisqa muddatlik ruxsat so'rashi yangi qurilgan G'arbiy diyor millatlar institutida bir necha yil o'qishga ko'zi yetmaganlikdan bo'lgan edi. Chunki bu maktabning o'qish puli yiliga 3700 so'm bo'lib, tamoq, yotoq, material pullari uning sirtida bo'lg'ashqa, o'ttir yo'lda to'xtab qolishdan ansiradi. U Beyjingga kelgan 5 oydan beri turmushidan eshinib 2500 so'm yiqqan edi. Abdusamat bergan pulni ner-beri qilmay saqlab kelayotgan bo'lsa-mu, bu pullarning hammasi 1 yillik o'qish xarajiga yetmaydi. Shunga Ali Nur Beyjingda yana 1 yil ishlash irodasiga kelgan edi. Ali Nur poyezddan tushibla Fazilat doktorning uyiga bordi. Ular bilan ko'rishgandan keyin Baxtiyor bilanmi ko'rishmay, shu kuni kechda Munirani elib G'o'ljaga yurib ketdi. U momisi Gulsumxon, akillari Asqar, Akbar, yangi sabohatlar bilan bir kecha mundishib, atsi cho'ng yo'lga chiqib, Nurtay hojimga telefon berib edi. U "Opirib beqing, o'quvchi qabul qilishga mas'ul bo'lganlar bir nima desin" deb javob berdi. Ali Nur singlisini iri daryo bo'yidagi maktabga olib bordi. O'quvchi qabul qilish ishxonasining oldida odamlar qatorsiga tizilishib turishadi. Ularning navbati kelgan hamon chaqirib, akirib ketadi. 2 soatdek navbat kutgan Ali Nur o'quvchi qabul qilish ishxonasidan so'tib qaytib chiqdi. Chunki ular "Meybalni qabul qilmaymiz" deb qat'iy rad qilgan edi. Singlisini Nurtay hojim maktabiga kirgizish umidi butunlay barbod bo'lgan Ali Nur G'o'ljada bir necha kun turib, Munirani mahallasidagi boshlang'ich maktabning 2-sinfiga tizimlatib, imtihonga qatnashtirdi. Hadisidan til, hisobdan savoq elib, xeyli ilgirlab qolgan Munira imtihondan yaxshi bahoda o'tdi. Ali Nur singlisining o'qish ham kitob turmush xarajatlari uchun momisiga pul topshirgandan keyin momis Muattarxonning uyida bir kech qo'ndi. Atsi atdigan oshxonaga berib Abdusamat bilan ko'rishdi. Ham uning maktabdagi qarzini to'layotganligiga rahmat aytdi. "Men televizordan yangimiz Gulnisoning muddatsiz kesilganligini ko'rdim", dedi Abdusamat xiyolga botgan holda. "Akimiz 2 onadan o'chirish maqsadiga yetdi. Bu hammasi planliq, maqsadli qilingan suiqasd." "Abdusamat aka, siz bakmi cho'nqur o'ylaydigansiz. O'tgan yil mushugani qilgan edingiz." Abdusamatning mulohizalari Ali Nurning yangi kallasidan o'tmadi. "Dadamning meni puldan qisishi, maktabda o'qitmay ish qisilishi, Gulnisoxon hadimizga bo'lsa, mayli tushmaganlikdan qaramay qo'ygan gap. Buni qandoqmi ikkonidan o'chirish degili bo'lsin. Sizni qarsiq ayblab berdikansiz." Bo'ldi. Dadangiz bo'lg'achqa uni aqlavyapsiz", dedi Abdusamat. "Ha, Axtam men palokat yo'liqqanligini angladingizmi?" "Yo'q. U ishkirga bir kirib ketgancha men 2 yildan oshdi. Hech xabari yo'q. Uningda nima bo'pti?" "U hozir Shian shahridagi Xunshan turmusi so'loqliq ekan." "Nima?" Ali Nur cho'chib ketdi. "Siz nereden anladınız?" "Osh turmada 5 yil yetib chiqqan bir boladan angladim." Abdusamatning chiroyini echinish qopladi. "Axtam, G'uljiga berib qolsang, mening bu yerda ishganligimni tuqqanlarga aytma" debdi. "Ha, Yeset, akam, mushu balog'imni qilib qo'ydi." "U degan dadam bilan munosabatsiz. Ash Gulnisodiga xotinning kasabti." "Bo'ldi, talashmayli." Abdusamat ishbodisizlik kuldi. "Ha, anglasam Beyjingda bir restoranda kutkichilik qilib etibsiz-ku. Qiz bola degan ashundaq yerda ishlamda." Ali Nur Urumchidagi bir oliy maktabda o'qish uchun Beyjingda yana bir ishlashga iroda qilganligini so'zlab berdi. "O'qish puli shuncha jiqmikan?" so'radi Abdusamat. "Tamoq, yotoq, material pullaridan sirf o'qish pulilar 3700 so'm ekan.
tejab ishlasam yiqqan pulim bir yilga yetib qolar deyman. Alinur Abdusamat bilan xo'shlashib shu kuni kech soat 6da mangadigan avtobusda Urumchiga yurib ketdi. U atdigandala yetib kelib, Urumchi nahiyasiga qatnaydigan minbusga chiqdi. Agar Baxtiyor Beyjingda yana ishlaydiganligini anglasa, u qo'shilarmi yoki rad qilarmi degan andishda qolgan Alinur yo'lda borgacha uningga aytishning amallarini o'ylab mangdi. Uning "Kam pulingizni men g'amlab beraman" deyishi aniqlaydi. Ammo bunda g'ururni, izzat nafsini kulgi pushlab o'qish xo'rlik hisoblanadi. Alinur Baxtiyordan ayrilib ketib, oshxonlarda yundu purishlik qilishga rozi ediki, hargiz bir kimning chapinda tarlashni xohlamaydi. Ko'nlarning eringa ishonguncha, ishkangning ilguchiga ishon degan gapi bor-ku. Balkim bu bir-biriga ishonchsiz er-xotinlarga qaratilgan tamsil bo'lsa kerak. Shundaqdimi turmush deganda qozon chumushmi bir-biriga urilib, tong-tong ovoz chiqadigan gap. Bir kunlar kelib, sanpan deyishib qolsa, bilib qo'y, bugungi kuning kimdan kelgan degan ahonatni anglag'ucha o'lib olgan yaxshi. Har xil ehtimollarni ko'z oldiga keltirgan Alinur Urumchi nahiyasini orqada qoldirib, G'arbiy diyor millatlar instituti o'rinlashgan Ech rayoniga yetib keldi. Minbus temir darvozadan kirishi bilan Alinur bu yerning manzarasiga hayronla qoldi. Asfalt yo'l bo'ylab rat-mirat tizilgan qarag'aylar. To'psimon zinnat archillari. Har bir idora jamiyat, maktab, korxona, shirkat qo'rovlaridagi chimliqlar mahmalda ko'kirib turadi. Bir-biridan bo'y talishib turgan rangdor binolar, konserva, aroq, tamaki zavodlari, nafs zinnatlangan restoran, mehmonxona oldinlari, rengarang echilgan gul tekshilari o'ttirsidagi cho'qchaygan tog' toshlari, pokiz ratlik yo'llar shunchalik ko'rkam ediki, Ech rayoni xuddi islohotdan tug'ilgan qaran yigitga o'xshaydi. G'oyat zo'r sharlardan esilib turgan qizil, seriq, ko'k, yeshil, ilon shalparlari tiniq nim ranglik suzuk osmonda layzan laylishib, go'yo uchib yurgan parizotlarni esga soladi. Minbus oxirgi bekatga kelib to'xtadi. Alinur yo'lovchilardan oliy maktab o'rnini so'rashi, ular yo'lning u qasnaqidagi qad ko'tarib turgan binoni ko'rsatib qo'ydi. Hozir dal ta'til vaqti bo'lg'achqa bino ichi jimjit edi. U birinchi qavatdagi uylarning eshik ustidagi so'lyoq taxtalarga qarab qo'yib, ikkinchi qavatga o'riladi. Birdilla ingliz tili fakultet mudiri ishxonasi degan vivesga esilgan eshikni ko'rib, yuragi birdilla selib ketdi. Alinur ishxonaga usibga kirishi, cho'chib o'rnidan turgan Baxtiyor o'rindiqlarni taraqiltib keldi-da, uni quchoqlab oldi. Ham darholla istakanni chayqab, ichiga xoltiliq choy silib, ustiga qaynoq suv qo'ydi. "Siz men bilan ko'rishmay g'o'ljib ketibsiz-a?" dedi Baxtiyor xafa bo'lgan holda. "Men Munirani yo'qlab kelay deb Fazilat doktorning uyiga borsam, to'lagin katta deydi." "Kechiring Baxtiyor, singlimni tizimni tishga oldirib ketib qoldim. Biroq shuncha urinishlarim bekor bo'ldi." "Nima? Qabul qilmadimi?" "Shundoq. Nipallarni olmaydi ekan." "Qandoq qildingiz?" "Boshlang'ich maktabning 2-sinfiga kirgizib qo'ydim." Alinurni bir yo'lli qaytib keldi deb o'ylagan Baxtiyor uning chamadon sumkalarining yo'qligini ko'rib, shahardagi Fazilat doktorning uyida bo'lsa kerak deb o'yladi. Shunga u oshxonaga chiqish uchun o'rnidan turgan edi, oldirab turgan Alinur raskibini qildi. "Kechiring Baxtiyor, men 20 kunlik ruxsat so'rab kelgan. Bugun kechlik poyezdda bo'lmasam kechikib qolaman." "Nima? Siz yana ketamsiz? O'sha yerda o'qiyman degandingiz-ku." "Qarorimni o'zgartdim. Kelar yil cho'qim o'qiyman."
Nemişqa əmdi? Alinur özünün əməli qiyinçiliqi həm yerim yolda iqtisadi cəhətdən qiyinib qilishidin ənsiraydiganligini ağır besiqlik bilan tushundirdi. Lekin Baxtiyorning chiroyi kakir yutib olgandek turilishga boshladi. Chunki u modellik huquqiga ishonadi. Hozir maktabga 7 sinf Xanzu, 5 sinf Uyg'ur bolalari qabul qilingan bo'lib, ular yig'ilish oldida turadi. Agar Alinur Baxtiyorning shafoatini qabul qilishni or olsa, u huquqiga tayinib o'qish pulini ma'lum nisbatda to'vallatishga, hatto ko'tarib o'tishga ko'zi yetadi. Baxtiyor, agar shunday qilsangiz, maktabdagilar sizga qanday ko'z qarashda bo'la? Alinur ichi tit bo'lgan holda so'zladi. Men ularning yuziga qanday qarayman? Huquq kaltikiga tayinib kirgan o'quvchi degan ataqda bunday ataqda yurganimdan o'qimaganim tuzuk. Baxtiyor o'ylanib qoldi. Alinurning so'zlari yo'lliq edi. Maktab bu yoqdan qurilib, u yoqdan orqish qilsa, Baxtiyorning beshida chaqnab turgan huquq yulduzini oz kun o'tmay xiralashgan yoki o'shgan bo'lmamdi. Endi bu jahil qiz uning yordamini qabul qilishni or elivassa, zot qanday qilg'uluq? Rastli Beyjing ketamsiz? Men sizga va'da beray. Kelar yilda qabul qilingan bolalarning tizimligiga yozib qo'ying. Men sizning qo'lingiz o'qishni baxt deb bilaman. Baxtiyor undamadi. U yana gap qilib o'tirishning o'rni qolmaganligini his qildi. Turmush o'choqlarida pishib, xo'rliq va tanglik dastidan yuragi ezilgan bu qiz to'limi ehtiyot bilan ish ko'radi. Ko'rgan o'sha rahimsiz kechmishlarning qayta takrorlanishini xohlamaydi. Alinur Baxtiyorning kichik mashinada opirib qo'ysin deganiga unmay uzab chiqdi-da, avtobus bekatiga ketib qoldi. Anglayotganinglar biri qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Baygul qabristonligi atrofi zabiran sarg'aygan. Yiroqdan ko'ringan dal daraxtlar, olmaliq bog'lar, qizg'ush, sap-seriq qo'mir to'llarni kiyishgan. Oxirgi umrini yashab bo'lgan g'ayrib yaproqlari quyoshliq dunyoga to'ymagandek osti laylab tushib, qurg'an bo'stonliqlarni qabristonlikqa aylantirmoqda. Qabrlar ora cho'xchib turgan bir tip ko'chat ham qog'jirgan taxtay obidalarmi yana bir kuz keldi degandek g'ayribsinib qolgan edi. Qabristonlikda odamlar xeyli ko'p bo'lib, u yer bu yerda to'plashib duo qilishadi. Tavob qilib ko'z yosh to'kishadi. Sadiq tilab yurgan divonalarmi qo'noq shehidek uruq qo'llarini so'zishadi. Qiyrilikdan dumchib qolgan bir buvay qismoqdek pukilib, ko'n qabr beshida qalu inna lillahi va inna alayhi rojiun oyatini xirildab qolgan ovozi bilan mungluq qiroat qilib atadi. Bugun Qurbon hayit bo'lg'ashqa namozdan qaytib ota-ona qarindoshlarga duo tilovat qilg'il kelganlar ekanda deb o'yladi Anzar. U bundan 9 yil ilgari mehribon bir yurak ko'milgan qabrni izlab yuradi. Bu qabristonlik go'yo lo'qmasini singdirolmay qolgan yirtqichdek shuncha cho'qchib ketganini ko'ring. Ras emasmi? Yer qachon odam yeb to'yibdi. Ketganlar ketdi. Xabar bo'lmadi. Ularning beshida necha kun bo'ldi. Bunmi qorong'uliq. Anzarning ko'ni jarohatlarini pol silib bilib olgandek bir divona ajoyib miskin ovoz bilan hukmat o'qimoqda edi. Sen dunyo kimga vafo qilding sen? Men degan yoranni yer qo'yniga olding sen. Olding to'ymading. Barg'onlarmi qaytmading? Barg'onlarmi qaytmasa,
Ahir manzil shundaqdir. Anzarning ko'z yoshlari ko'klam yomg'irida quyildi. U tumonliq ko'zlari bilan Gulsumxon, Muattarxon ikki onani ko'rgandek bo'ldi. Ular dasturxonga o'ralgan tovoqdagi 7 po'shkal quymoqlarini divona namrat yoranlarga tarqitib yurishatdi. Ham biri qizim Gulbanumning ruhiga duo qilib qo'yala desa, yana biri farishtadek kelinimga bir qiroat qilavassalar, biz gunohkor onalar uni tavob qilib keldik deydi. Anzar ularning orqasidan agishib mangdi-yu, eg'iz ichib tunishlik berolmadi. Ikki onami uningga lappida qaradi-yu, yana sadiq tarqitish bilan bo'lib ketdi. Anzar yuzlarini siypab qo'ydi. Uning engak bo'yinlarini char aralashgan qop-qor bomba soqol qoplab ketgan bo'lib, faqat yoshing'irgan ko'zlari pildirlab turadi. Uning bu siyoq bilan onalarning tunimasligi tabiiy hol. Undaqda u o'zi ana, opa deb chaqirsimi bo'ladi. Illa tavara eg'izi zuvonga kelmadi. Chunki kimdir biri, "Hay tuzkur munofiq, mush ikki onadan al qisos olaman deb qanchalik kishilarning taqdirini payxon qilib etding, ha?" degandek uningga tishkilib turadi. Men ozdim. Ozg'andim-u. Bek uzab ketdim. Pishchirladi Anzar. 16 yoshida dapsandi qilingan bir notivan. Sen 10 yillab saqlab balangni cho'ng qildi. U odamiylik yo'lini topqani xush edi. Biroq sen uni cho'nqur hangligiga so'rab kelib ishtirib etding. Oğlum Ahdamning gunohi zoti kimga? Qizingni nima kunlarga solmading? Qarg'ana ikki onaning chashirining oqirib ketganini. Men gunoh qildim. Ikki onaga yuz kelolmayman. Bir onaning bag'rini yerib tushgan farishtadek qizi bilan bir yostiqqa bosh qo'yib farzandim bo'ldi. Sen degani nima armon? Anam bo'z eg'ir qo'rsoq ko'tirib, ochiq to'lg'oq yeb tug'ib, so'g'uq beshikni quchoqlab, seni xuddi paxt ichida cho'qsoqlagandek beqib cho'ng qoldi. Onam tatliq uyqusidan kechib, bir kecha bergan oq sutini 18 ming olamni tillog'i to'shtirib berib oqlay olmaysan. Barhaq. Men faqat vayron bo'lgan baxtimga poylamay. Berib qo'y. Baxtsizlik ko'p kishilar noil bo'lolmaydigan baxtdir. Uning shirin azobi, deb qilgan nolingri e'tiqodingni qo'ram tashdek chingitib, hayotingning yangi buluqini ochdi. Dunyoda o'lim ayrilmaydigan, ham tirik ayrilmaydigan kim bor? Tatliq visolning judoligi, bir omadning bir opiti. Ochiq azobning rohat parog'ati, hayotlikning o'limi. Bir g'anilikning bir gadoligi, bir-biriga hamtang bo'lib kelganidek. Bu fani dunyo shodlik bilan fojiaga to'lgan. Shuni donishmandlarimiz kulki bilan yig'a, xushallik bilan g'am qayg'u bir qo'rsaqdan tushgan qo'sh kezak oki ufquladur deb bekor aytmagan. Anzar yoshlarini surtmay yiroqlarga qaradi. Ikki ona yana ham kambag'allarga sadiq tarqitib yuratdi. Ular kimgadir engishib bir narsa bersa, uningga nimalarnidir deydi. Anzar aylana Gulbanum Ma'ruf qizi degan xat yozilgan qog'jiroq taxtini topdi. Köyümchan Ma'sumaning qabrisiga qo'yilgan bu lavhani u qazo qilib 2 kundan keyin Anzar shaharda yozib kelib o'rnatib qo'ygan edi. Balam, 2 kalima Qur'on tilovat qilib berayma. Anzar
qalu inna lillahi va inna alayhi rojiun oyatini o'qigan boyqi dumchak buvayni to'nadi. Uning bir tutam uzun oqsoqli, qop-qora qardab gaz bog'lagan qalpoqlariga hayron bo'lib qarawatgandek, ushliq ingiga egilib turardi. Üstü tal sarg'aygan uzun qoshlari, jigaklarini qo'riq qoplagan nursiz ko'zlariga xuddi o'michuk turdek sangilgan edi. Kichik, yumloq qarchuqlari bo'lsa, go'donga tushgan qor munchoqdek gumsiz paqiraydi. "Qani, kelsizlar." Ular qurg'an o't xaslari ustida yukinib o'ltirishdi. Buvay ojiz yutilib qanin ruslab olgandan keyin qiroatni boshlavatdi. Anzargarcha arabcha o'qilayotgan oyatlarning ma'nosini o'qib ketmasimi, faqat uning yig'lagandek mungluq ham sirliq ohanglarla uni yiroq o'tmishga akatgan edi. Lampa ostidagi o'ziga tikilgan o'tliq ko'zlar, tashqi harvani ittirgan vaqtdagi marjondek ushoq tarligan oydek yuzlar, katerda qo'rqib quchoqlashlar, kichik cho'qir bo'stonliqdagi bag'riq singib ketgan birovlar, Van Qodir beg'idagi talbirib beqishlar, tun kechadagi o'giziga chalma tashlashlar, amdikib so'yib qechishlar. Ah xudo, shular bo'lib o'tganmidi? Gulbonim otliq, rangi ruxsari doim pokiz yuradigan, tartinib kuladigan, oyoqliq ko'zlarini elib qochadigan bir ma'sum sanam bu dunyoda yashaganmidi? Uning mushki ambardek mazzilik yitlari, bahor chechaklaridek nalarga to'zib ketgandi. Anzar deb so'qidigan olmadek yurki, ona tuproq bag'rida elimi shundoq nola qilib atamdigandi. Uning oyoqlariga tavob qilay desa, qadam izlari qachonlardir o'chib ketgan. Gul simasiga egilay desa, muborak dinidan bir siqim to'pi qolgan. Ah, charxi palak. Qilmishlaring doimo buzmoq, yomonlardan alam tartqizmoq. Dunyoda ozg'ini yashagan oshi notavonning ko'z yoshlari qurib o'tgan kunlarmi bo'lganmi? Seningdan so'yingan chog'larni esga ola olamsan? Yo'q. Sen uning amdiri echilgan guldek hayotini xazon qilib murodingga yetding. Lekin u-chu. Ana qara, hamma yoshlik orzu armonlarini o'zi bilan belini akkatgan u marhuma ishga g'ulat so'g'uq yerdagida oxiratni kutib yetibdi. Ah xudo, uni o'ylamaydigan, sevilmaydigan, o'tida kuyib o'tmaydigan biror daqiqami bo'larmi kashki? Anzarning hasratlik pig'onlari tong so'zilgicha davomlashganmi bo'lar edi. Lekin dimchak buvay qiroatni oxirlashtirib duoga qo'l ko'tardi. Buvay kuyishib ketgan putlarini oralli ruslab o'rnidan turdi-da, Anzarning otgan sadiqasini elib yana duo qildi-da, kamolchidek egilib ketib qoldi. Anzar qabr beshidan turdigandek emas edi. Biroq dasturxonlarni qo'ltiqlagan ishga ona qayoqdan bo'lib qoldi. Ular Anzarga nashtardek qodilib turishadi. "Qarsala qudam. Gulsumxon." Muattarxon Anzarni imo qildi. "O, heliq tuzko'r emasmi? Bundaq tuzko'rlarning palatiga qarashmi bir gunoh. Yursizlar, bu yerdan ketili." "To'xtasala qudam Muattarxon." Gulsumxonning ishi og'irgandek qiladi. "Qarmamdila uning bo'rondek yosh to'kayotganini. Gunohi kabir, gunohi sag'irlariga tavba qilgan bo'lsa, Alloh uni mag'firat qilgandi. Tavba desizlar qudam.
kitobiy patvo sheribda tuzko'rg'i yon bosgan bulishgan avloddan do'st-yorandan tinib ketmaklik qo'shmoqlik fazilatdir va eng oliy musulmon savobidir deb aytilgan. Yursilar mang'ili uning gunohlariga sherik bo'lib qolmayli yana. Ana, opa, bu men Anzar emasmi? O'g'limga Anzar bo'laman. Og'zimni yum. İşki ana tangmuvara qaradi. Sendek adobat, kunal kudratlarga chirmilib qolgan o'g'limiz yo'q. Biz ikkimiz sening dushmaning tursak, en qisosing tek tugigini yo'q deyman. Ana, opa, men kechirsiz gunoh qildim. Meni apil afsanma. Nikoh yipqa bog'lab qo'yib, erlik burchingni ado qilmay, yoshlik hayotini zabun qilgan kunisa. Yoqi yurt kunduxonlarda pishit burgilarga yem bo'lgan o'g'ling Ahtam. Sarsonliq ko'chalarda zarqoqshavatgan qizing oliy nurlar seni kechiramdi. Xudo seni kechiramdi. Qarag'ana, ikkimizning choshlari 65 yoshga kirmay sutdek oqirib ketganni. Gulnisonni elib berganligim uchunla meningdan ololmagan o'chingni shu notivandin, gunohsiz o'g'limdan oldim. Gulsumxondan ololmagan qisosingni u beqib cho'ng qilgan nevrisidan, o'z qizingdan oldim. Seni qandoqmi odam degili bo'lsin, 30 kun shovchi. Ana, opa. Anzar qo'lini so'zgan edi, ishki ona tang g'oyib bo'ldi. Anzar qabrga yiqilib hushidan ketdi. Anzar, ular nima desa da'vasin? Eng chong gunohkorlar o'zlari. Siz mening qiyomatlik jo'ram. Anzarning yoshlik yuzlarini go'yo jannat farishtalarining iliq haroratli qo'llari silavatgandek bilindi. Nimancha soqollaringizni o'stirib etdingiz? Mening ko'yimda oshiq darvish bo'lmoqchimi? Bunda hasrat nadomat ichida qolsangiz, men qandoqmi xotirjam yotaman? Tangla mahshar kuni didorlashimiz emasmi? Mening nadomatlik Anzarim, men uchun Xudo oldida gunohkor bo'lgan vafodorim, bag'irqan jigirim, guldonim. Anzar o'zining dahshatli baqirgan ovozidan o'zi uyg'onib ketdi. U o'rnidan chashrab turdi-da, karvat yo'lanchigiga asta yo'landi. Peshonalari munchoq tarligan bo'lib, ig'ir hosiraydi. Dedi Anzar cho'nqur tingan holda. Bundaqmi karomatlik tush ko'rdi-ku kishi? Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavallo nomli romanini bugun mushergacha anglatdik.